Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Hop, bugungi darsda targetni сообщениеga yoqib ko'ramiz, direct Instagramga. Oldingi darsda trafikka yoqqandik, endi сообщениеga yoqamiz. Hop, adres menejerga kirib olamiz. Shu tochkani bosamiz, kiramiz adres menejerga. Hop, o'zimizga kerakli akkaunt tanlaymiz. Menda bu mana reklama degan akkaunt. Reklamni akkaunt. Hop, o'zi bitta yoqilgandi directga mana 209 ta odam yozibdi. Hop. Soздать bosamiz. Va bu yerda telga вовлеченность tanlaymiz. Продолжить bosamiz. Va bu yerda ручной настройкani tanlaymiz. Va bu yerga kompaniya nomini yozamiz. Direct 19.05.2024. Adashib ketmaslik uchun har doim yozib qo'yishinglarni tavsiya beraman, chunki reklama ko'p kompaniya va reklama ko'p yoqsanglar adashib ketasizlar. Qachon zapus qilganinglarni bilmay qolasizlar. O'shaning uchun har doim sanasini yozishinglarni tavsiya beraman. Hop, gruppa объявлениеga o'tamiz. Va bu yerga interes deb yozib qo'yamiz. Interes 2. Hop, bu yerga direct Instagramni o'ziga yoqamiz biz. Agar sizlar Facebookdan ham сообщение olmoqchi bo'lsanglar, Messenger bosib qo'yasizlar. Men faqat Instagram direct o'ziga yoqaman. Hop. Mana shu birinchi degan tanlaymiz. Предложение для обмен сообщениями. Qolgan настройкалariga tegmasanglar ham bo'ladi. Hop. Reklama budjeti, kulli расход reklamani. Bu yerga men $10 qilaman. $10 qilaman. Sizlar o'zingizga kerakli budjetni tanlaylar. Maslahatim $5 dan balandroq bo'lsa, har bitta объявлениеga. Hop, pastroqqa tushamiz. Auditoriyani местоположениеni to'g'rilaymiz endi. Hop. Bu yerga men faqat Toshkentga reklama yoqmoqchiman. Sizlar qaysi viloyatga yoqmoqchi bo'lsanglar, o'shani tanlaysizlar. Men faqat Toshkentning o'ziga yoqmoqchiman. 40 kilometr. Hop, bu yerda auditoriya avtomatik turibdi. Переключиться bosamiz. Исходный auditoriyani tanlaymiz. Va pastroq tushib, bu yoshni tanlaymiz. Men 20 yosh bo'lmoqchiman. Hop, bu yog'iga 40 yosh. 20 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan odamlar shunda reklamamizni ham ko'rishadi. Hop. Eng kerakli joy yana detalli targeting intereslar. Intereslarni ChatGPT dan oldingi dars foydalanishni sizlarga ko'rsatdim. Hozir yana qaytarib o'taman. ChatGPT 4 ga kiramiz. Bu yerga yozamiz. Дай топ 15 интересов для запуска таргета под продажи услуг аксессуаров.
Hop, endi sizlar bu yoqqa xuddi shunaqa yozib turib, продажа услуг deb o'zinglarni anaqanglarni yozasizlar. Misol uchun sizlarda agar do'kon bo'lsa, onlayn do'kon bo'lsa, для onlayn magazin. Xuddi shunaqa qilib yozasizlar o'zingizlarga nima sotmoqchi bo'lsanglar. O'shanga qarab interesli chiqarib beradi. Hop, mana chiqarib berdi. Birinchisini tanlaymiz. Mana moda. Har doim har xil intereslarni test qilib ko'ringlar. Chunki bir xilga interesli yeydi, bir xilga interesli yemaydi. O'shaning uchun har doim har xil qilib ko'ringlar. Xulosada bu safar boshqacha chiqaryapti interesli. Hop. Fitness zdoroviy mashina tanlaymiz. Hop, bu safar men ikkita interesga test qilib ko'raman. Sizlar o'rtacha intereslarni 5 tadan 15 tagacha qilib yoqsanglar bo'ladi. Interes qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi rezultat bo'ladi. Sotuvga qaraydi intereslar. Har doim har xil intereslar o'shani test qilib ko'ringlar. Hop, bu yerda yana bu yerda bo'ldi, nastroykamiz qolmadi. Endi dalya bosamiz va bu yerga videolarimizni joylashtiramiz. Добавить video tanlaymiz. Загрузить bosamiz va videolarimizni joylashtiramiz. Papkadan tanlab. Загрузка bo'lyapti. Hujjat cho'zilib ketdi. Yuz bo'ldi. Joyimizga joylashtirildi. Dalya bosamiz. Dalya bosamiz. Готов bosamiz. Hop. Endi bu yerga tekst yozamiz. Tekstni men Telegramdan olaman. Shitga jo'natib qo'ygandim. Mana shu tekstni joylashtiraman. Bu yerga отправить сообщение tanlaymiz. Hop. Va bu yerda mana сообщениyaning shabloni. Bu yerga men o'zi sozdать qilib qo'yganman. Ko'rishingiz mumkin. Bitta ko'rsataman. Sразу odamni direktligiga yozmoqchi bo'lganda mana savolda chiqib turadi bu yerda. Mana misol uchun
Bu yoq aksessuar bo'lganligi uchun odamlar sразу ko'p yozilgan savollarni yozib qo'yganman. Dastavka bormi? Buni sразу yozib qo'yganman. O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Sizlar ham xuddi shunaqa yozib qo'yinglar. Assalomu alaykum. Sizni qaysi aksessuar qiziqtirdi? Sizlar o'zingizlarning biznesingizga moslashtirib nastroyka qilasizlar bu yoqni. Tekstini yozsanglar bo'ldi. Yozganingizdan keyin saqlanib qilasizlar. Sizlar ham bunaqa turgan bo'ladi mana. Xo'sh, qotib qoldi. Bunaqa turgan bo'ladi. Redaktor bosasizlarda yozib chiqasizlar. Mana o'zi tanlaysizlarda bitta, ikkita, o'zi 5 tagacha ham bo'ladi. Kerak emasini X qilib o'chirib tashlasangiz bo'ladi mana. O'zgartirib chiqasizlar bular hammasini. Hop, hammasini nastroyka qilib olganimizdan keyin bularni ham nastroyka qilganimizdan keyin bosamiz. Buni bosamiz va reklamamiz moderatsiyaga ketadi. Reklamamiz o'rtacha 1 soatdan 24 soatgacha moderatsiyada bo'ladi, ya'ni proverkada.